Yaxshimisilar kichik do'stlar? Ko'rinib turgan hayvonot, qaysi hayvonot kim bildinglarmi? Xili jiqinglar bilib oldinglar deyman, ha? Bu tag'il atning umoq balasi ekan, ha? Bu qo'limdagi mush kitobda bizga tag'il at to'g'riliq jiq narsalarni deb birdigan o'xshaydi. Tag'il at to'g'riliq qanday narsalarni deb birdigandu, qiziqsanglar, men bilan birga bu kitobni ko'rib boqaylik birlikda, ha? Hamsi başlayımız. Haydi. Tağıl at. Yaptı. Ana tağıl at bilen umaq balı tağıl at var resimde. Bintayın ken ketken yaylaq gene bu. Naydıcıq tağıl atla yaylap yürüptü. Hem bir yerdim depti desanlar. Afrika'nınki savanna yaylığı degan aytmışdıq bir çoğ yaylaq var ekan. Bu yaylaqda nurgun tağıl atlar mushu yaylaqda yaşaydı ekan to'plashib. Bu savanna yaylığınınki yağmur intayin ko'p yağadigan yağmurluq fasli bilan asan yağmur yağmaydigan qurg'oq fasli deb ikki xil fasli var ekan. Mushu yağmurluq taz yağmur jiq yağadigan yağmurluq faslida tağılatlar, yani çişi tağılatlar mushu yaylaqning o'rtasida ballaydi ekan, ha? Balla tug'di ekan. Bular mushu yağmurluq fasldan qurg'oq faslgacha bo'lgan mushu oraliqda, mushu yaylaqda yashaydi ekan. Endi ana tağılatlar balla tuqqan vaqtida bir qadimda birla balla tug'di ekan, ha? Endi keyingi gap boqaylik. Keyingi betde bir yangi tug'ilgan tag'il at bilan ana tag'il at turibdi. Bu yernim deb desanglar, bala tag'il atlar yangi tug'ilgan vaqtida uning cho'ngligi odatda o'chkilarni bilsizlarmi? O'chkilarning cho'ngligidek cho'nglikda bo'ldi ekan. Quloqlarini dingida tikka turgan holatda ko'zlarini açqan holatda bo'ldi ekan. Mushu yangi tug'ilgandan keyin ana tag'il at mana mushu rasmda shunday qilibdi, mushu balasining mo'ylarini yalab, balasining badanini pokizlab tozalaydi. Bu bala tag'il at tug'ilib 15 minutlik bo'lgandilar xuddi mushu rasmdagidek oldi putlarini uzun inçik aldı putlarını yerga terab turib turishga tirishadi ekan. Ashta qilib yurib, taxminan tug'ilib 15 minutlar bo'lgan chog'da tura oladi ekan, o'z kuchiga tayinib tura oladi ekan. Shunda mana turmoqchi bo'lib turibdi, putini terab turishga tamshilayotgan vaqt ekan, mana rasmdagisi. Bu mahkama keyin bu tağılat adır apısının sütün bitipti, ana sütünün bitipti. Deydi, tağılatlar tuğulup 15 minutdan keyin yani terab mustaqil o'zi tura oladi ekan dedi. Taxminan yarım saat bo'lmaylar mang'alaydi ekan. Keldi guldan qilib yurib mang'alaydi ekan. Mang'ib birinchi qildigan ish nima ekan desanglar, purab yurib apısının memmasini tepib süt emir ekan, ha? Ashta qilib süt emishga boshlaydi ekan. Mushu rasmdami amdila turib, ancha-muncha mang'ib sütni emishni boshlagan vaqt ekan, ha? Mushu holatda o'rtirib, mushu holatda süt emir ekan. Benim deb tutsanglar, bu savanna degan yaylaq dedik. Yaylaq deganimiz yaylaqda odat igiz-igiz daraxtlar, quyuq o'rmonlar bo'lmaydi. Yaylaq degan keng ketgan shu tuzlanlik, o't-cho'plik tuzlanlik yer bo'lgan keyin u yerda tasoddifiy kushandilari hujum qilib qolgan vaqtida daraxtlarning orasiga kirib, o'rmonliklarning orasiga kirib, yerga mumkinib oldigan deydigan undaq bir muhit yo'q ekan. Cho'qim ulardan qechib, yugurib qutulishdan boshqa çaresi olmaydı ki. Şuna
bu tağılatlar tug'ilgan kunning ertasidan boshlab bular shundoq sakrab, taxlab, qiyg'itib, kapsizlan qilgan shundoq sakrab taxlab yuguradigan bo'lib ekan. Hozir mush rasmdimi anasiga әкіліп, сәкіреп, тәхрап, қиғытып қылатқан, кәпсізлік қылатқан бір кичик тағылатның рәсім бар екен. Бұл тағылатла мұш анысының ақыны әгішіп үйрейді екен. Анысының әгі маңсы әгішіп үйрейді екен. Ашта қиғытып, тақлап, кәпсізлік қылышлары, анысының әгі маңсы әгішіп, ұзын yollarının маңышлары білән, бұла ченықыды екен. Шу жарияында пұт мұскалары әмжеттін ченықып, тез жүгірейдіған, күшәнділерге yoluqsumu tezden qaçıdığan жүгірәш майыры болуш üçün çiniqıdığanğa mana muşlarning muş faaliyet apısına ağın əgiş mаңышлары kəpsizlik qılıb oynab taxlaşlarının hamısı nəyətdə mühim bir çiniqiş jarayonu ekan, nə bularning. Bu keyində odatda şu tağıl atlarninki bir ailesininki qandaq a'zolardan tarkib topadigan deb turibdi. Tağılatlar mu top yashashni yaxshi ko'rgan. Odatda bir oilada erkak tağılatdan birisi kishi tağılatlardan 6'sı atrofida bo'ldi ekan. Ondan keyin ularning bolalari bo'ldi ekan. Demak, bir oila tağılatlarning bir oilasi degan bir erkak tağılat 6 atrofida kishi tağılat va ularning bolalaridan tashkil topadi ekan. Ana o'shalarning kichik bolalarining hamisining dadasi o'rnida ekan, erkak tağılat. Bu erkak tağılat har vaqt o'zining oilasini kushandilaridan qo'g'dashda intayin jangovarlar turdi ekan. Bu tağılatlar bu özlerining mushu tikkida turgan quloqlarini atroflarga burab, özlerining kushandilarining xatarlik kushandilarining shaplarini har vaqt anglash uchun naydi quloqlarining tikka tutib, naydi sezgiralar tutib ekan, ko'zlarining ko'rish doirasi intayin kengri bo'ldi ekan. Shunga bular har vaqt intayin sezgiralarda faoliyat qildi ekan. Mushu hozir bir oila o'xshaydi, mana. Kayda shunday ekan. Bu yerda hamda bu bola tağılatlar ana sütü bilan ana sütünü emib qanchagacha ana sütünü emib o'chib yemaydi deganda odatda tug'ilib bir haftagacha bog'arliqda faqat ana sütünü emadigan, hech qanday o'chib yemaydi ekan. Bir hafta bo'lgandan keyin ancha muncha o'chiblarni yeyishni boshlaydi ekan. Bu vaqtida bu bola tağılatlarning tishlari mo'naydi, tishlash kuchi ojizroq bo'lgan bo'g'ashqa bular o'chiblarni yegandimi, o'chiblarning ichidagi eng yumron o'chiblarni tanlab ancha muncha yeyishni boshlaydi ekan. Tug'ilib taxminan 7 oylik bo'lgandan keyin bular bola tağılatlar biroqla anasının sütünü, yani ana sütünü emmaydiganlar bo'ldi ekan. Biroqlam o'chiblarni yeb qo'sig'ini to'xtaydigan bo'ldi ekan. Bu vaqtda ularning tishlarining tishlash kuchi kuchaydi ekan. Ular oldi tishlari bilan o'chiblarni tishlab, uzib, ichkir tarafidagi eziq tishlari bilan chaynab yumshatib o'chiblarni yeydi ekan. Bu rasmdagisi hozirda yangi o'chiblarni yeyishga boshlagan kichik umoq tağılatning rasmi ekan. Bu rasmda ana tağılat bilan oldida kichikroq turgan bola tağılatning rasmi bor ekan. Debdi bu betda nima debdi desanglar, tağılatlar o'zaro bir-birining mo'ylarini yengil tishlashib, tumshuqlarini surkab, mustaq qilish orqali o'zaro yaqinlikni ifodalaydi ekan. Ya'ni mehr-muhabbatni ifodalaydi ekan. Bu kichik bola tağılatlar shu o'zlarining oilasida cho'ng bo'lish jarayonida mana shundoq o'zaro bir-biriga mehribonlik yetkazishni o'rgandi ekan, mushtaq harakatlar orqali.
Hazır resimdimi bir çoğ tağıl at, kichik tağıl atning dumbi qismiga tumshug'ini tekizib, yaqinliq mehribonligini ifodalayapti. Bola tağıl atmi ham cho'ng tağıl atning dumbi tarafiga tumshug'ini tekizib turibdi. Bu o'zaro yaqinlik, mehr-muhabbat ifodalash harakat ekan. Kaynida nima debdi desanglar, hozir bular to'p-to'z ketibdi va demak bular yugurib ketibdi. O'tloqda baharaman yaylayotgan yaylayotgan shu tağılatlar to'pi tuyuqsiz yugurib, urkib qetishga boshladi deydi. Ya'ni bular yaylayotganda tuyuqsiz kushandilarning hujumiga uchraganda mana shunday urkib qaçıdı ekan. Bular qaçqan vaqtida soatiga 60 kilometr tezlikda yuguralaydi ekan. Ondan keyin bular yugurgandimi uzun musofaga harmasdan yuguralaydi ekan. O'zlarining kushandilari qo'g'lab, yerib, to'xtab qolgan qadar uzun musofagami ana shunday tez suratda yuguralaydi ekan. Bular odatda yugurganda yani kushandilardan qaçqan vaqtida cho'ng har bir to'pdagi shu cho'ng tağıl atlar kichik bola tağıl atlarni o'ttirsiga ilib turib, orasiga ilib turib ularni qo'g'dab turib, o'ttirda bola tağıl atlar yugurib qochadi ekan, atrofida cho'ng tağıl atlar ularni qo'g'lab turib yugurib qochadi ekan. Mana bu yerda bir shir turibdi. Bir shir tağılatlar to'pi hujum qildi deydi. Odatda shu tağıl atlarningki kushandilari o yayloqda shu savanna degan yayloqdami bularning kushandilari intan ko'pga. Masalan, shir, jilpiz, ondan keyin shu go'shxo'r hayvonlar, sertlan deganga o'xshash go'shxo'r hayvonlarning hammasi tağılatlar uchun intayin yavuz kushandilar hisoblanadi ekan. Rasmda hozir bu tağılatlar urkib qechyotdi. Shir bo'lsa ularni bar kuchi bilan qo'g'layotgandek qildi. Mana apla bu rasmda bir tağılatni tutyapti shir. Hamda bularmi kuchining boricha qochadi ekan tağılatlarmi. Bu shirmi o'zininki hayotini davomlashtirish uchun, o'zining oilasini beqish uchun bularni bar kuchi bilan qo'g'lab bularni o'ljiq tutish uchun bar kuchi bilan qo'g'laydi ekan. Hamda bu tağılatlarning ichidagi cho'ng'ib ketgan, yamisa kasal sabab ojizlab yurashlari ostila ketgan tağılatlar shu shirlarningki kushandilarining o'ljisiga aylanib qoldi ekan. Ondan başqa yana kichik tez yugurolmaydigan kichik tağılatlarmi shirlarning kushandilarning o'ljisiga aylanib qolgan. Bu rasmda bo'lsa bir kichik yetilmagan bola tağılatni o'ljiga olibdi shirlar. Mana shirning umoq bolalar ekan. Endi bu yerda nima bo'pti desanglar, bu savannada biz kitobning beshidagi boshlangan qismida ikki xil fasl bo'ldi ekan. Birisi intayin yomg'ir ko'p yog'adigan yomg'irlik fasli, yana birisi yomg'ir oson yog'maydigan qurg'oq fasli degandik. Endi yomg'ir jiq yog'adigan yomg'irlik faslda bu savanna yaylig'ida yashayotgan tağıl atlar qurg'oq faslining kelishi bilan o't-cho'plarni qurishga boshlaydi ekan, hatto ularning ichimlik suyimi ozlashga yetishmaslikka boshlaydi ekan. Shu sababdan bular yana o't-cho'plar quyuq bo'lgan boshqa bir yayloqlikni izlab, o savannadan ayrilib boshqa bir o'zlariga yashashga tag'in muvofiqroq keldigan yani izlab mang'idi ekan bular. Bular o mang'ib yani yo'tkalgan vaqtida bir necha ailelik tağılatlar aileleri hammasi birlashib cho'ng to'plarni hosil qilib yo'tkildi ekan.
Ular yetkilish jarayonida mana shu rasmdagi o'xshash, nihoyatda kuchlik, cho'nqur shavqinliq oqadigan, cho'nqur daryolarga duch kelgan. Mana shu daryolarni kesib o'tib, ular o'zlarininki keyingi turmoqchi bo'lgan yayloqliklarini tepib ashalarga yetib berish uchun mana shu xatarga tavakkul qilib, mana shu cho'ng daryolardan kechib o'tishiga to'g'ri keldi ekan. Hozir shu yayloqda mana yayloqda daryoda demakchi daryoda oldida ketib qolganlari mana tag'ilotlar ekan. Mana shunday shavqinliq daryodan kesib o'tibdi. Uning kaynida yana bir to'p kuyayotganlar. Suv kalalarimi nima? Ularni o'xshashlar o'tiblar qamaganlikdan ularni ko'chmoqchi bo'lib mang'atganlar ekan. Endi bu bet nima deb desanglar, bular savannaniki qurg'oq faslida savannadan ayrilib, yangi bir yashashga tig'imi mos keladigan boshqa bir yayloqqa ko'chib shu o'zlarining ko'chmoqchi bo'lgan joyga yetib kelgandan keyingi rasm ekan. Mana bu yerda o'tiblar hali buliq amdan ekan. Shu yangi yayloqqa yetib kelgandan keyin bular shu yerda bir mezgil turadigan taki savannaniki yomg'irlik fasli qaytib kelganga qaytadan yomg'irlik fasli bo'lgan qadar bular shu yerda yashaydi ekan. Savannaning yomg'irlik fasli kirganda bular yana bu yayloqdan ayrilib savannaga qaytib ketadi ekan. Ishda qilib yo'tkilib turib yashaydi ekan. Odatda tag'ilotlar yangi tug'ilib 1 yildek vaqt o'tgandan keyin cho'ng yetilgan tag'ilotlardan farqlantirgil bo'lmaydigan darajada badanlarimi cho'nglab shu yetilgan tag'ilotlarga o'xshash bo'lib ketadi ekan. Odatda 2,5 yoshdan 2,5 yildan 3 yilgacha bo'lgan aralıqda, ya'ni tug'ilgandan keyin 2,5 yildan 3 yilgacha bo'lgan aralıqda ular shu o'zlari tug'ilgan shu oilasida turdi ekan. 2,5 yildan 3 yilgacha bo'lgan aralıqda bular mayli kishi tag'ilot bo'lsin, mayli erkak tag'ilot bo'lsin, yetilgandan keyin ular oilasidan ayrilib, yangi bir oila qurish uchun o'zlarining asl tug'ilgan shu oilasidan ayrildi ekan. Deb shunchalik savatlarni so'zlab beribdi bizga. Endi bu keyinda kichik savol javob qilib bizga tegim tushunishli qilib ba'zi savatlarni deb beribdi. Bu yerdagi birinchi savolni nima debdi desanglar, bu tag'ilotlarningki hammasining badandagi siziqchilar bir-biriga o'xshashmi debdi. Buning javobi yo'q, o'xshash emas debdi. Ya'ni tag'ilotlarni cho'ng jihatdan uning badandagi siziqlarining shakllari cho'ng jihatdan 3 turga bo'lindi debdi. Bu rasmdagi birinchi turi bizning mush kitobda bizga so'zlab bergan savannada yashaydigan savanna tag'iloti. Bu tag'ilotniki badandagi shakllari mana shunday ekan. Mayalam da tiksiga, keyin tarafim da uzuncha ham keng bo'ldi ekan. To'g'risi bo'ldi ekan. Bu shu kitobda bizga tanishtirgan savanna tag'ilotniki badandagi siziqchilarning shakli ekan. Hamda ikkinchisi buni egizliklarda yashaydigan, Afrikadagi egizliklarda yashaydigan yana bir xil tag'ilot ekan. Bu tag'ilotningki üstüdeki o'xshamaydi ekan buna. Mana bundaqdi. Buningmi yana bundaq shaklda bo'ldi ekan. Lekin qo'saq tarafi oqo'shildi ekan. Ko'ringlarmi? Mana qo'saq tarafini oqo'shtiribdi. Meniki üstü tarafdagisiniki mush qo'sug'ichilar mush siziqchilar borda. Lekin meniki oqo'shgan, keyin tarafdagi quyruq tarafidagi taraflarimi o'xshamaydi ekan. Ham uchinchi bir xili bu savanna tarafda yashaydigan yana bir xil tag'ilot ekan. Bunun badanining siziqchilari inchika zichroq bo'ldi ekan. Quyruqi kaltaroq bo'ldi ekan. Buning qo'saq qismida siziqchilar faqat yo'q ekan, oppoqlar bo'ldi ekan. Bunda mushtaq cho'ng jihatdan mushtaq 3 xil bo'ldi ekan badandagi siziqchilarning shakllari. Hamda
o'xshash bir turning ichidami masalan savanna yaylig'ida yashaydigan o'xshash bir turning ichidami har bir tog'ilotninkini yana inchiklik bilan bir-biriga silishtirib qarasak amaliyotda bularning badandagi siziqchilarninki joylashishi anandagi soni degandeklar yana hargizmi taltikuz %100 o'xshash bo'ladigan ish yo'q deydi. Yana asli bir-biridan farqlanadi ekan. Cho'ng jihatdan mana mushtaq uch xil bo'ldi ekan. Yana o'xshash bir turning ichidami kichik jihatdan ya'ni 100% bir-biriga o'xshash ketmaydi. Ancha-muncha farq qildi debdi. Endi bu yerda nima savol qilibdi desanglar? Endi bola tog'ilotlar yangi tug'ilgandan keyin ularning cho'ng bo'lishiga ergishib, ularning badanining shakllari, siziqchilari o'zgarib magamdi deb savol so'rabdi. Buning javobi yo'q, cho'ng bo'lishiga ergishib o'zgarib magadigan ish yo'q debdi. Ya'ni bola tog'ilotlar bunda qarmoqqa cho'ng yetilgan tog'ilotlar o'xshamaydigan ko'rinishiga sabab bu bola tog'ilotlarning badanida mana shu rasmga o'xshash uzun qo'ng'ir ranglik mo'ylari bo'ldi ekan. Bu mo'ylar bu tog'ilotlarning cho'ng'ishiga ergishib, bu mo'ylar tushib, mush cho'nglarnikiga tabiban kalta mo'ylarga o'zgaraydi ekan. Ashnaqa almashidi ekan. Bu yangi tug'ilgan vaqtlarda yangi tug'ilgan tog'ilotlarninki badallarininki terilarim nayt yumran bo'lganlikdan qiziq yaylaqdagi qiziq aptop nurning ko'ydirib yetishini saqlash uchun yangi tug'ilgan vaqtlarda mana mushtaq mo'yliq bo'ldi ekan. Mushtaq mo'yliq bo'lg'achqa bular yiroqdan bizimda qarasak cho'ng tog'ilotlarga o'xshash siziqchilari aniq bir ko'rinmasdan g'uva ko'rindi ekan bizga. Lekin amaliyotda ash aniq siziqchilar kichik bola vaqtidan tortib ekan u ustidagi yumran uzun mo'ylari tushib ketgandan keyin anki u siziqchilar bizga aniq ko'rindi ekan. Amaliyotda o'zgarganlik emas ekan. Siziqchilarning faqat ustidagi tuklar tushib ketib, bu siziqchilar bizga bekrak ro'shan ko'rinadigan bo'ldi demoqchi ekan. Unudaki bir nim deb tutsanglar, bu tog'ilotlarning badanining altag'il bo'lishi bir mush tog'ilotlar uchun bir foydali tarafi bormi buni debdi. Buning javoban albatta foydali tarafi bor debdi. Ya'ni hozir biz bunda qarasaqmi al bo'lmish ko'zlarimizni olchakman qo'yadi. Qaysi tog'ilotning beshi qaysining beshi deganni uqmay ketdi hozir. Bularning işte altag'il bo'lishi bular top bo'lib yashaydi dedik. Bir top birga kelganda bularning kushandilari mayli sertlan bo'lsin, shir, shunday go'shxo'r hayvonlar bilan o'ljiganmiz deb işte ko'zlagan chaqda ko'zlar olchakman bo'lib ketgan bu altag'il ko'rinib qaysi beshi qaysi butib ketdi deganni aniq farqlantiramay ko'zlar olchakman qilib ketgan. Shunga shu ko'zlar kushandilarining ko'zlarini olchakman qilib işte qilishda bu bularning badandagi siziqchilarni aytdi muhim rol o'ynaydi ekan. Ikkinchidan bularning badandagi siziqchilar bir-biriga hech qanday bir %100 o'xshash emas deb boshladigan qo'bishida. Shu bularning bir-biriga %100 o'xshash bo'lmaganligi sababidan bular o'zaro bir-birini farqlantirishdimi? Mana shu badandagi siziqchilarning o'xshamasligi qilib yana o'zaro bir-birini farqlantirishgami yardım buldu bu siziqchilarning debdi. Endi bu yerda nima debdi desanglar, bu tog'ilotning badandagi tukni, mush mo'ylarini pak tushirib o'tganda uning terisining rangi qanday debdi. Terisining rangi mush rasmdagidek qaramtul, shokolad rang bir xil. Ashta bo'ldi ekan. Ash ko'rinib turg'ini mush ko'rinib turg'ini hozir mush qop-qora bu ko'rinib turg'ini ashning terisining rangi ekan. Mo'yining ostidagi terisi mana mush tarafdagi. Endi kendi ketaylik. Kendi nima debdi? Bu tog'ilotninki ko'zning ko'rish doirasi qanchalik deb ko'rish doirasini rasmda shirning ko'rish doirasi bilan tog'ilotning ko'rish doirasini silishtirib qo'ydi. Bu tog'ilotninki ko'zning mushak joylashgan bo'lg'achqa bu ko'zi oldi tarafdan ko'rgandan sirt yana mana shundoq keng doirada sol ko'zim shundoq keng doirada faqat
naq keynidan kelsa, mishinchilik yanili ko'ramayki qolgan moshunda cho'ng doirani. Siz qaldiki 360 gradus ko'ryaptilar atrofni. 360 gradusga az kam. Shuncha keng doirada ko'ralaydi atrofni. Demak, kushandlari qaysilam bir tarafdan tuyuqsiz chiqqanmisin, darhol ko'rib, darhol harakat qo'llanishga intayin muhim rol o'ynaydigan buning ko'rish doirasining mushta keng bo'lgani. Ham shirninki ko'rish doirasini chiqarib qo'yibdi. Shirmi albatta noyat keng doirada ko'ralaydigan. Biz odamlar bo'lsak, shu udunil ko'ralaymiz, o'ng tarafimiz ko'ralaymiz va oldimizni yalam. Sol qarash uchun solga, o'ng qarash uchun o'ngga bo'ynimizni burab turib ko'rmasak, odat oldimiz qarab turgan vaqtida shu oldimizni ko'ralaymiz. Bular shu oldi qarab turgandimi, mana shunday keng doirada ko'ralaydigan. Shirnimi keng doirada ko'rdigan ko'rishi, lekin tog'larnikiga selishtirganda mana shunchalik kenglikdagi o'rinni ko'ramaydi degan gapda shir. Lekin tog'larning ko'ramaydigan doirasi eng kichikka. Endi bu yer nim debdi desanglar, bu o't cho'plarni yeydigan tog'larning tishi qandaqdi debdi. Oldidagi tishini ko'z qo'yibdi. Bu tish bilan o't cho'plarni tishlab tatib uzadigan bo'lg'ashqa, oldidagi tishlari faqat o't cho'plarni tishlab tatib uzadiganga ishlatadiki oldidagi tishlarini. Endi ma rasmga ancha ko'rinmabdi. Ichki tarafidagi eziq tishlari bilan ular kengroq bo'lgan bo'ldigan shakllari. Ash eziq tishlari bilan chaynab yumishtirib anadagi yeydigan o't cho'plarni. Endi men nim debdi desanglar, bu tog'latlar nim deb undaq tez yuguralaydigandu debdi. Tog'latlar yugasi soatiga 60 km tezlikda. Yani bir mashina soatda 60 km suratda mangandek ashtaq tezlikda yuguralaydigan. Yani uzun musofaga harmasdan yuguralaydigan degan to'g'ri. Ashta yuguralaydiganligini deb berganmizga. Bular nima uchun da yuguralaydi deganda, birsi bularningki mana shu putlari nihoyat kuchli bo'ldi ekan, put muskallari nihoyat kuchli bo'ldi ekan. Anandaki men putini o'xshidiki men tuyoq deymiz. Mush tuyoqmi qattiq bo'lib, yerni mushtaq tirab, tepgan biti o'zini oldiq ishtirib turib, itilib turib ashtaq yuguraydi ekan. Onki bular yugagan vaqtda mushxil yugurash holatini saqlab, yig'ilib, so'zilib deb badan yig'ilib, kichiklab so'zilib emas, mana mushxil badan ancha yig'ilmay, mush putig'il taynib yugagankin, bularningki uzun bardoshlik berib yugurayalishilik sababi shu ekan. Yilpizlar yugagan vaqtida sakrab yugurib badani yana avrishim, tugilib, yana so'zilib mushtaq yuguraydi bir programlarda ko'rsatgan. Shun ular nihoyat tez yugagan bilan qisqarliq tez yuguralaydi. Uzun orliq chidayolmaydi, badan butun harakat qilgankin. Bularning badan harakat qilmay, badani undaq kuchli yig'ilib, uzrab undaq qilmasdan putiga tayanganki asosan bular uzun musofa yugurashga nihoyat chidamli qildi ekan. Andan keyin shu tuyoqlarining gapini qilibdi miyada. Bu tug'ilgan vaqtida shu putiningki tuyoqlarining ustida bir qavat qapqi bo'lib tug'lamdi debdi. Buning javoban ha shundaq. Yangi tug'ilgan vaqtida bularning putlarining ustida mana shu ko'z rasmni ko'z turg'ini matrab qara turgan tuyoq ekan. Buning atrofida menda qismida suma uch tarafida bo'lsin. Aqush bir rezingidek bir turibdi. Mana shundaq qapqaq yumshoq bir narsa bir qavatash ustida bo'ldi ekan. Bular yangi tug'ilgan vaqtida. Chunki bular tug'iliblar 15 minutdan keyin turib, o'rtirib, yarim soatdan keyin mangab, atislam yugurishni uygun ketadi dedi-ku. Demak, bular shu qo'saqning ichidagi vaqtida bularning shu tuyuqi qattiq bo'ldi ekan. So'ng bular tug'ilgan vaqtida apsini shu qattiq tuyuq bilan tug'ilish jarayonida zaxmlantirib qo'ymaslik uchun bularningki shu tuyuqining ustida bir qavat yumshoq qapqi bo'ldi ekan. Bo'lganlikdan ular tug'ilgan vaqtida qattiq tuyoqningki
anasını zahmlendirip koyuşunun aldın aldı gelmiş kapkak. Kendi onun eğirlik ve boyunu verip de adette bir yetilgen tağılatınınki eğirliği 220 kilogramdan 322 kilogramga çıkıldı eken. Deşet eğri buldu eken. Bula yeni doğulgan vaqtida çöğü degende yeni doğulgan vaqtida 30 kilogram etrafıda buldu eken tahminen. Yetilgen vaqtida bolsa 220 kilogramdan 322 kilogramgacha bolup ketken. Naiti çoğun fark eken, arasındaki fark. Endi bula yetilgen bir tağılatınınki boyunun toğrusu uzunluğu 220 santimetrden 250 santimetrgacha buldu eken. Endi yeni doğulgan vaqtida kisiçö degende tahminen 90 santimetr buldu eken. Endi igizligi çoğumundaq tiksigi igizligi qanchalik buldu eken buldu desanglar çoğun yetilgen tağılatının tik halatdagi igizligi 100 santimetrden 130 santimetrgacha buldu eken. Yeni tug'ilganlarining kichigi deganda 70 santimetrden 90 santimetrgacha buldu eken. Bular çoğun bolsa mana mushundaq yetilse naiti eğirligimi inten aşıdı eken. Bedeninin juğumu aşındaq çoğunlap eğirligim eşip aşındaq hop yetildi eken. Qandaq bu tağılat haqqida xelicik uçurlarga ega boldinglarmi? Undaqda bizga mush kitobni deb berganlari tağılat to'g'riliq deb bergan savatlarni birga ko'rib chiqdik. Agar yoqtirgan bo'lsanglar, yana keyingi kichik boshqa hayvonotlarni tanishtirgan vaqtidami damliq anglag'aysizlar. Bugun tağılat haqidagi anglaydigan savatlarimiz mushagicha bo'lsin. Unda bo'lsa xayr xo'sh, Allohga amanat.